المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli azizlar, islomdagi do'stlar, aka-ukalar, opa-singillar. Bugungi mavzu darsligimiz avvalan o'zimni yomon nafsimni, qolaversa siz azizlarni Alloh va uning rasuli yomon ko'rgan sifatlardan bo'lgan, xislatlardan bo'lgan nifoq, e'tiqodiy nifoq to'g'risidagi darsligimizning keyingi bosqichi, keyingi soni desam ham adashmayman. Alloh va uning rasuli yomon ko'rgan sifatlardan biri bu nifoq sifati. Alloh subhanahu va taolo bizlarni ogohlantirib, munofiqlarning joylari jahannamda ekanligini xabarini berib, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar deb munofiqlar jahannamning eng ostida ekanligini xabarini beradi. Ulamolar nifoqni ikki sifatga bo'lib, biri e'tiqoddagi nifoq, ikkinchisi amaldagi nifoq. Bu nimasi bilan farq qiladi? Avvalgi darslarimizda aytganimizdek, e'tiqoddagi nifoq insonning e'tiqodida nifoq to'planib qolsa, nifoq bo'lib qolsa, bu jahannamda abadiy qoladi, jannatga kira olmaydi, garchi u namoz, ro'za, zakot, haj amallarini qilgan bo'lsa ham. Ikkinchi amaldagi nifoq esa iymoni bor, lekin islomi bor, e'tiqodiga ta'sir qilmagan, lekin amalida xatolari bor, kamchiliklari bor. Amallardagi nifoq topiladida, bunday insonlar esa Allohning mashiatida qoladi. Qilgan xatosi uchun, kamchiligi uchun azoblanadi. Xohlasa Alloh taolo kechiradi, xohlasa bandalarining shafoati bilan ular jannatga kiradigan toifa deb hisoblanadi. Demak, bizning eng ehtiyot bo'ladigan sifatlarimiz nima ekan? Qalbimizga, e'tiqodimizga nifoq amallari, nifoq sifati kirib qolishligidan ogohlanishligimiz kerak ekan. Buni ulamolar Qur'on va hadisdan olgan foydalardan 6 qismga bo'lib, birinchisi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yolg'onchiga chiqarishlik. Ikkinchisi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning olib kelgan shariatini yolg'onga chiqarishlik. Uchinchisi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yomon ko'rishlik. To'rtinchisi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga nozil bo'lgan islomning ba'zisini yomon ko'rishlik. Mana bu joygacha yetib kelgan edik. E'tiqoddagi mana shu 4 sifatdan ogohlantirgan edik. Va 5-sifat bugun sizlar bilan biz o'rganib chiqadigan sifat bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam olib kelgan islom va islomga mansub bo'lgan musulmonlarning muvaffaqiyatini bilan xafa bo'lishlik. Islom va musulmonlarning tanazzuli bilan xursand bo'lishlik. Mana bu narsa gohida tilga chiqmasligi mumkin. Gohida inson buni qalbini o'zi musulmonlarning tanazzulidan xursand bo'lib, musulmonlarning muvaffaqiyatsizligidan xursand bo'layotganligini so'zlamashligi mumkin, lekin qalb mana shunday sifat bilan sifatlanib qolishligi mumkin. Bu Alloh saqlasin, shaytonning vasvasi bilan, iymonning zaifligi bilan, dinini yaxshi o'rganmaganligi sababdan mana shu holatga, mana shu sifatga tushib qoladi, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, bulardan xabar berib va bizni ogohlantirib va ta'lim berib va bizning manhajimizni, yo'nalishligimizni yo'llab Alloh taolo munofiqlardan ogohlantirib, mana bu oyat bizga ko'p narsani beradi. Ogohlantiradi, ta'lim beradi, yo'limizni ko'rsatib beradi. Va adashib qolishligimiz uchun Alloh taolo ehtiyot choramizning olishligimizga eslatma beradi. Munofiqlarning holini bizga bayon qilib beradi. Bu degani boshqalarga, yana aytaman, boshqalarga hujjat uchun emas. Boshqalarni dashnom qilishlik uchun emas. O'zimiz mana shu holatga tushib qolishligimizni oldini olishlik. Estaizu billah, Alloh taolo aytadiki: "In tusibka hasanatun tasuhum
Va in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qabl va yatawallaw va hum farihun. Ey Muhammad alayhissalom, ya'ni ey mu'minlar, ey musulmonlar, munofiqlarning sifatidan sizlarga xabar beraymi deyapti. Alloh taolo sodda qilib bu oyatda ammo hammamiz tushunadigan qilib aytadigan bo'lsak, ey musulmonlar, munofiqlarni qalbiga nifoq kirib olgan, musulmonlarning muvaffaqiyatidan xafa bo'ladigan, musulmonlarning tanazzulidan xursand bo'ladigan, qalbiga e'tiqodiga nifoq o'rnashib olgan, o'zini musulmonman deb ko'rsatadigan sifatga tushib qolishligilardan oldin bundan ogohlantiraymi deb Alloh taolo aytayapti. In tusibga hasanatun tasuhum. Ey Muhammad alayhissalom, sizga va musulmonlarga yaxshilik bo'lsa, albatta bunga nima qiladi? Osiylik qilishadi. Xafa bo'lishadi. Yomon ko'radi. Nima endi bo'lardi? Bu musulmonlarning qo'lidan nima kelardi? Bu bularga loyiq ishmas edi deb har xil talaffuzlar bilan musulmonlarning muvaffaqiyatida yomon ko'radi. Tushkunlikka tushadi. Tili bilan aytishligi mumkin, musulmonlarning muvaffaqiyatini yaxshi ko'raman deb. Lekin uni lisanu halihi, uni holati musulmonlar biror bir narsaga g'alabaga erishadigan bo'lsa, nima qiladi? Tushkunlikka tushadi. Agarda musulmonlarning boshiga biror bir musibat tushadigan bo'lsa, unda nima bo'ladi? Biz aytgan edik. Biz buni ehtiyot chorasini olgan edik. Biz ogohlantirgan edik. Biz o'zimizni bundan basiramiz bilan biz bu narsani yaxshi ko'rib borolganligimiz uchun oldini, ya'ni kelajakdagi bo'layotgan voqea hodisalardan biz ogoh edik. Sizlarga o'xshagan ahmaq emas edik deb turib, musulmonlarning boshiga tushayotgan narsa bilan ularga hamdardlik bildirmaydi. Balki yatawallaw va hum farihun, va nima qiladi? Ular o'zlarini mana shu ishga aralashib qolmaganligi bilan xursand bo'ladi. Bu Alloh subhanahu va taolo bu oyatda, birodarlar, juda insonning ehtiyotini, insonning din uchun va musulmonlar uchun qanday holatda bo'lishligini bir qoida, formula qilib berib aytib ketyapti. Musulmonlarga musibat tushganda unga g'am qilmagan odam, u degani u ulardan emas degani. U yer yuzining g'arbida bo'lsin, shimolida bo'lsin, janubida bo'lsin, musulmonlarning boshiga musibat tushganda musulmon odam unga albatta g'am qiladi. Musulmonlarning qaysi yer yuzida bo'lsin, qaysi toifada bo'lsin, qaysi rangda bo'lsin, musulmonlar muvaffaqiyatga uchraydigan bo'lsa, unga musulmon odam xursand qiladi, bayram qiladi. Musulmonlar yutuqqa ega bo'ldi deb. Endi buni ozgina kutamizda, ko'ramizda, qani nima bo'lar ekan deb turib yurib, har xil talaffuzlar bilan musulmonlarning muvaffaqiyatini ko'ra olmaslik yoki unga ishonmaslik yoki uniga g'ash kelib xafa bo'lishlik, bu musulmonlarga o'zini musulmonman degan munofiqlarning sifati. Bu to'g'risida kelinglar, islomning avvalida islom shavkati, islom quvvati kirib kelgandagi munofiqlarni holatiga qaraylik. Qanday holatda bu holatga tushib qolishligi mumkin? Buni illati kasali nima? Kelinglar o'zimizni shuni oldimizga olaylik, ehtiyotimizni olaylik, qalbimizning bu kasallikdan ehtiyot qilaylik. Buning uchun tarix bizga dars beradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madina-i Munavvaraga kirib kelganda mushriklar ikki xil toifa bo'lgan. Biri ahli kitoblardan bo'lgan mushriklar bo'lgan, ikkinchisi umuman dini bo'lmagan, hech qaysi dinga itoat qilmagan mushriklar bo'lgan. Ahli kitoblardan bo'lgan va hech qaysi dinga iymon keltirmagan, hech qaysi dinga ishonmagan toifa bo'lgan. Bularning ikkisida ham munofiqlarning katta boshlari bo'lgan. Islomda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam islomning shavkati bilan Madina-i Munavvaraga kirib kelganda, Madinadagi but sanamlarga sig'inadigan mushriklardan bo'lgan munofiqlar, ular islomni qabul qilib, islomni to'g'ri deb bilib va o'zini islomini oshkor qilgan Abdulloh ibn Ubay ibn Salul. U ham
Rasululloh kelgunga qadar bir boshliq bo'ladigan, odamlar o'ziga boshliq qilib saylaydigan sifatga yaqin bo'lgan odamlar bo'lgan. Bu to'g'risida ham voqea hodisalar asarlarda kelgan, ko'pchilikka ma'lum. Ikkinchisi Abu Amir ar-Rohib deb, bu o'zini Yahud va Nasorolardan iymonga kelgan deb o'zlarini ko'rsatgan munofiqlarni Madinadan tashqariga chiqib ketib va unga o'zi bir qarorgoh qilib islomga va musulmonlarga qarshi kurashaman deb hattoki Masjid-i Diror masjidini ham barpo etishgan. Bir diqqat bilan bu ikkita munofiqlarning ikki safini qarasangiz, munofiqlarning but sanamlarga sig'inganlarni sifati, ular iymonini oshkor qilganda amallarida yolg'on gapirib, va'dasiga vafo qilmasdan shuna qilib yurib, musulmonlarni ichida o'zlarini musulmon qilib ko'rsatib, ibodatlarga dangasalik qilib, mana shunaqa narsalar bilan mashg'ul bo'lgan va shuna qilib yurib o'zlarini hayotini kechirgan. Ikkinchi toifadagi Yahud va Nasorolardan subhanalloh bugungi kunda ana shu Abu Amir ar-Rohibni zurriyotlaridan bo'lgan mana shu yahudlarni qarasangiz, hattoki bugungi kundagi mana shu Tel Aviv degan o'zlarini bosib olgan musulmonlarning yerini tajovuz qilib kirgan joyida alohida Qur'on ahllaridan bo'lgan, ilm ahllaridan bo'lgan musulmonlarni tayyorlab o'rtalarida nima? Nizo solishlik uchun, ularni o'rtalarini ajratishlik uchun hozirgacha bularning ta'limotlari bor. Hozirgacha dunyoga ba'zi bir ahli ilmlarni yetkazib chiqarishlik, bevosita o'zlari ham yetkazib chiqarishlik bor. Bilvosita ularning ta'limlaridagi manhajini ularni boshqarib turib yurib, islomni noto'g'ri yo'nalishda islom musulmonlarga ta'lim beradigan qo'sh tirnoq ichidagi ahli ilm domlalarni yetkazib chiqarishlik proyektlari bor bularda. Ularning maqsadi shu. Alloh subhanahu va taolo Masjid-i Diror to'g'risida oyatni nozil qilganda allazina ittakhadu masjidan diraran va kufran va tafriqan baynal mu'minina va irsada. Mana bu oyatda Masjid-i Dirorda Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga eslatib va ularning sifatlaridan u Masjid-i Dirorda maqsadi nima ekanligini, nima asosida qurilganligini bizga dastur, manhaj, qoida berib aytayaptiki, va kufron va tafriqan baynal mu'minin. Ular islomga kufrni, islomni yomon ko'rishligini, islomni qabul qilmasligini Alloh taolo xabarini berib, siz bilan bizga o'ta muhim bo'lgan nuqta va tafriqan baynal mu'minin. Mu'minlarning o'rtasini tafriqaga ikkiga bo'lishligi bilan munofiqlarning sifatini Alloh taolo bizga eslatyapti. Inson gohida bilib, gohida bilmay musulmonlarning o'rtasidagi ijtihodiy masalalar, musulmonlarning o'rtasidagi ixtilofli masalalardan foydalanib musulmonlarning o'rtasini nizoga solishlik. Ya'ni ularni umuman, ya'ni tafriqa qilib yurib musulmonlarni o'rtalarini buzishlik. Mana bu sifat Masjid-i Dirorni qurgan Abu Amir ar-Rohibni safdoshlari, bular Yahud va Nasorolarning yo'nalishidagi nifoq sifati. Bularning e'tiqodida islom tanazzulga tushsa xursand bo'ladi. Islom g'olib bo'ladigan bo'lsa xafa bo'ladi. Islomdagi biror bir harakatni qoralab keladi. Mana ko'rdinglar, Falastindagi musulmonlarning voqeasini davrimizda misolini olishligimiz mumkin. Falastin hech qachon musulmon odam, bizning e'tiqodimizda musulmon odam moddiy taraflama, jismoniy taraflama mag'lub bo'lishligi mumkin, lekin e'tiqod taraflama va musulmonlarning bu muvaffaqiyatsizligida ham musulmon odam qalbi boy va g'olib turadi. Islom hech qachon yutqizgan emas va hech qachon yutqizmaydi. Islom faqatgina g'olib bo'ladi. Mana bu yerlarda vayronagarchiligi va Falastindagi musulmonlarni qancha jonlardan ajralganligimiz, farzandlar, go'daklar, ayollar, yurtlar vayron bo'lishligi albatta bizni xafa qiladi. Lekin buni tagida Al-Hakim bo'lgan zotning hikmati bor. Yahudlar hech qachon g'olib bo'lgan yo'q.
bo'lmaydi ham. Musulmon odam bu narsada nima keragi bor edi, mana topgan narsasi nima bo'ldi degan narsa bu faqatgina munofiq odamning so'zidan, tilidan chiqadi. Musulmon odam kofirlarning qo'lida mag'lub bo'lsa ham aslida esa g'olib bo'ladi. Buni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Mu'ta g'azotida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam musulmonlarga amir tayinladi. Ja'far ibn Abi Talib, Zayd ibn Harisa, ya'ni bularni 3 ta sahobiyni bilasizlar, mashhur voqea hodisa, ya'ni royani, bayroqni bunisi shahid bo'lsa bu oladi, bunisi shahid bo'lsa bu oladi deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tayin qilganlar. O'zlari Alloh subhanahu va taolo tarafidan vahiy qilib payg'ambarlik sifati bilan Madinada turib bo'layotgan voqea hodisani aytib turganlar. Shunda material parastlar tarafidan aytilinadigan bo'lsa, yoki bo'lmasa materializmni ko'zi bilan qaraganda musulmonlar mag'lub bo'lgan. Mu'ta g'azotida musulmonlar mag'lub bo'lgan. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allohning qilichidan bir qilich royani oldi, bayroqni oldi va Alloh taolo uning qo'lida nusrat berdi dedi. U kim edi? Xolid ibn Valid mujohidlarni tanazzulini ko'rib turib, urush taktikasi bilan sekin musulmonlarning hammasini olib keldi. Musulmonlarning ko'zi bilan qaraganda mag'lubiyat edi. Musulmonlarning ko'zi bilan qaraganda nima edi? Ular yutkizgan edi. Musulmonlarning ko'zi bilan qaraganda ular orqa qilib qochgan odamlar edi. Va xuddi shunday holat Madina-i Munavvaraga kirib keldi. Kirib kelganda Madinada g'azotdan kelganlarni bayramona kayfiyat bilan kutib olardi musulmonlar. Mujohidlarni yerlarni fath qildinglar deb turib yurib, nihoyatda yaxshi kayfiyat bilan kutib olishardi. Nashidlarni aytib kutib olishardi. Shunda Madina xalqi bu musulmonlar orqa qilib qochmas kerak edi. Bunday holatda qaytish kerak emas edi musulmonlar deb ularga og'ir keldi. Materialist modda ko'zi bilan qaraganda shunday edi. Va kirib kelganda ularni Madinada itob bilan qabul qilishdi. Sizlar farrorsizlar dedi. Sizlar qochqoqsizlar dedi. Kofirdan qo'rqdinglarmi? Qochib keldinglarmi degan narsada ularni itob bilan qabul qildi. Ya'ni u musulmonlarda jasorat bor edi. Musulmonlarda o'limdan qo'rqishlik yo'q edi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bular karror dedilar. Ya'ni bular takror jihodga boradiganlar bular dedilar. Ya'ni bularni ana shu tanazzulini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nusrat bilan va azizlik bilan va quvvat bilan qabul qildilar. Ya'ni bu bizga sunnat bu narsa. Ya'ni yer yuzida qanday holatda bo'lsa musulmon odam bo'lmasa chekana shahid bo'lgan emas Mu'ta g'azotida. Musulmonlar avvalida mag'lub bo'lishgan. Xolid ibn Valid bor sahobalarni qaytib eson-omon olib chiqib olganlar. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allohning qilichidan bir qilich Alloh taolo uni qo'li bilan nusrat beradi, azizlik beradi deganlar. Biz mana shunday ko'rishligimiz kerak edi. Yahudlar esa va ahli kitoblardan bo'lgan munofiqlar esa nima qiladi? Ular musulmonlarning mana shunday bir mag'lubiyati kelib qoladigan bo'lsa, Alloh taolo aytgandek, biz o'zimizni ehtiyot choralarimizni olgan edik. Shuning uchun biz qutulib qoldik. Agarda biz ham sizlar bilan bo'lganimizda o'lib ketardik deyishadi. Bu munofiqlarning so'zma-so'z so'zlarini Alloh taolo bizga ta'lim berib eslatadi. Biz islomni va musulmonlarni yaxshi ko'ramiz. Biz islomni va musulmonlarning g'olibligi bilan ham, mag'lubligi bilan ham biz birlamiz, yaxshi ko'ramiz. Mana shu bizning e'tiqodimiz, mana shu bizning qalbimizdagi haqiqiy iymon sifatini ko'rsatadi. Agarda biz musulmonlarning mag'lubiyatidan o'zimizni ehtiyot choralarini oldik, biz ularga aralashmagan edik deb turib yurib, yoki ularning muvaffaqiyati bo'ladigan bo'lsa, yo to'xtab turinglarchi, bu qayergacha borarkin, buzoqni yugurgani samoxonagacha, bularning qo'lidan nima kelarkan, na qurol asliha bor, na bularda ya'ni dunyo boshqarishligida bir tajriba bor, qani bular qanaqa ekan deb turib yurib, ularning yomon sifatlar bilan yoki bo'lmasa ularni o'zicha bir past sanashlik bilan kutib olishlik esa Alloh subhanahu va taolo ogohlantirgan munofiqlarni qalbidagi, e'tiqodidagi nifoq hisoblanadi. Alloh taolo ofiyat bersin. Yana qaytarib aytaman,
bu so'zlarimdan maqsadim birovni itob qilishlik emas. Mana shunday holatga tushib qolishlikdan o'zimizni ehtiyot qilishlik. Musulmonlarni mag'lubiyati bizni xafa qiladi, musulmonlarning g'olibligi bizni xursand qiladi. Musulmonlarning g'olibligidan xafa bo'lishlik, musulmonlarning tanazzuridan xursand bo'lishlik, xursand bo'lmaganda hech bo'lmasa yaxshiyam men qo'shilmabman, tinch qoldim deyishlik munofiqni sifatidan bir sifat ekan, balki e'tiqodidagi nifoq sifatidan bir sifat ekan. Alloh subhanahu va taolo ofiyat bersin. Qalbimizni, tilimizni Alloh taoloning dinida sodiq va sobit turishlikka Alloh taolo o'zi muvaffaq qilsin. Vallohu ta'ala alam va sallallohu vasallam ala nabiyina Muhammad.